Keyingisi keyboard. Qaylani bolalar key degan so'z knopka yoki ochqich deb ma'nosi bor. Board taxta. Okay. Endi knopka taxtasini keyboard deymiz, ha? Keyboard. All right? Keyboard. Okay, keyboard. And the keyboard deganimiz knopka taxtasi. Next one is operator. Okay, and operate degan mashg'ulot qilguvchi. Shunami? Operator and the mashg'ulot qilguvchisi. Keyboard operator and the shu kompyuter mashg'ulot qilguvchisi. Bu odam qanday qiladi? Shu kompyuterda xat kirgizib, tayyorlab, uni qilib, buni qilib shu kompyuterni ishlar qiladi. Keyboard operator deymiz, ha? Keyboard operator. Okay, next one is engineer. All right? Engineer. Okay, and the engineer degan engineer. Bu uygurcanın bağı, mesela quruluş, mashinsozlik, u buni laylash ishlarini qildigan odam nima? Engineer deymiz, ha? Nada banglar? Engineer. Okay. Engineer. Okay, endi men yerga urg'un agisi degan near. Near. Okay. Buni engineer deymiz, ha? Engineer. Lesson 7. Are you a teacher? Listen to the tape, then answer this question. What is Robert's job? I am a new student. My name's Robert. Nice to meet you. My name's Sophie. Are you French? Yes, I am. Are you French too? No, I am not. What nationality are you? I'm Italian. Are you a teacher? No, I'm not. What's your job? I'm a keyboard operator. What's your job? I'm an engineer. Okay guys, amsa anglab bo'lgan bo'lsanglar, tekst kelaylik. Nima? Are you a teacher? Good. Amsa bu avval shu darsligimizningki bir tekstni oddiy bir tushunib o'tgandan keyin endi shu bizning tekstimizni intayin bo'yin mushtiraydigan til nuqtalarini bir o'rganib o'taylik vallah. Endi bu Robert nima deb beraman? I am a new student. Okay? I am a new student. Men bo'lsam bir yangi o'quvchi. Endi micharga bu nima degan gapda oldingi soatimizda darsimiz so'zlagan, bu bir degan gap, ha. Odatda a deb o'qisanlar bo'ladi va yoki nima? Shunami? Okay, endi buni o'qganda buning ma'nosi endi nimadan derak berib o'rasanlar, bu yerga student deganimiz o'rtaq qism. Ismni odatda o'rtaq qism, xos qism deb ishga bo'lindi. Odatda o'rtaq qism nima desanlar, shu bir o'rtaq nomdagi hamma narsani ko'rasiz. Masalan, student degan gap bo'lgan bo'lsa, dunyoda milliardlagan o'quvchilar bo'lsa, shuning hammani shu student degan so'z ko'rasiz. Demak, o'rtaq hamma narsaga tabi olib ketishunami? Demak, endi I am new student degan bo'lsa, endi bu hamma o'quvchini ko'rsatib qo'ydi, shunami? Bu hargizmi men degan odam shu bir odam vakillik qildi, hargizmi hammasi emas. Shunga men yerga a new student deb ishildim. Men bo'lsam bir yangi o'quvchi. Yangi, shunami? New deymiz, shunami? Okay. Masalan, men bo'lsam bir o'qituvchi. I am a teacher. Agar men yerga teacher degani, dunyoga hamma o'qituvchilar shu. Okay, men herkesin dunyoga ham o'qitish emas-ku. Shuning ichiga birsa shunga I am a new teacher. Demak, musharga a yoki kam bo'lib qolsa, mush jumlada jumla xato bo'lib qoladi. Tushunarlimi? I am a new student. Men bo'lsam bir yangi o'quvchi. My name is Robert. Okay. My name, mening ismim bo'lsa Robert. And my names bir tal pishtin bir qo'yib asko is qo'yibdi. Demak, my name is, mush isning kelimasi qisqartirilgan shakl bo'ldi. My name is Robert. Okay, and Sophie nimda nice to meet you. Oy, siz bilan ko'rishganimga nice xushalman. Tanishganimga nice xushalman. Demak, endi tunji qatim bir siz bilan ko'rishganda nice to meet you deb ishlatamiz. My name is Sophie. Okay? Mening ismim bo'lsa Sophie. Okay, my name is Sophie. Okay, my name is Sophie. Okay, Robert, are you French? O'ylabdiki, nima siz nalikmi? Fransiyalikmi?
Okay, are you French? Desa, ne debdi? Yes, I am. Okay, endi Sophie'nalik deydi sanlar. Fransiyalik shunaqa. Biz 3-darsimizda Mr. Blake tanishtirdik. This is Sophie, Miss Sophie Dupont. You know, she is French. Deb shunaqa. Sophie Fransiyalik. Endi yes, I am. Are you French? Yes, I am. Men shu. Demakki men Fransiyalik. Okay. Endi Sophie debdi, are you French too? Okay, misharga too deganimiz demaydi. Masalan, mu ham shunami? Voy, sizmi Fransiyalik mu? Are you French too? Desa, nima debdi? No, I'm not. Voy, ya, men emas. Demakchi men nalik emas, Fransiyalik emas. No, I'm not. Okay? What nationality are you? Okay, and misharga what nationality? What degan nima? Nationality davlat tavalligi are you? Siz. Demakchi siz qaysi davlat tavalligi? Demakchi siz qaysi davlatdan? What nationality are you? Siz qaysi davlatdan yoki siz qaysi davlat tavalligiga? Desa, okay, I am Italian. Okay, men bo'lsam nalik? Italiyalik. Okay, I am Italian. Okay, I am Italian. And the men Fransiyalik bo'lsa, I am French. Okay, I am French. Anaqda, I am Italian. Misharik, what nationality are you? Degan intayin muhim nuqta misharik. Hamda nima uchun bu kelib chiqadi? O'sha birdam degan darsimizda to'xtalamiz. Okay, are you a teacher? Okay, siz o'qituvchimi? Okay, are you a teacher? No, I'm not. Okay, nima? Yo'q, men o'qituvchi emas. Okay, nima? Yo'q, men nima emas? O'qituvchi emas. Okay, and okay, Robert, what is your job? Sizning xizmatingiz nima? Okay, and the what deganimiz nima is what agar bir pesh bilan qisqartib aytgan shu what is ning qisqartirilsa, what is your job? Oy, sizning xizmatingiz nima? Desa, okay, I am a keyboard operator. Good. Men bo'lsam bir keyboard degan qurib taqsi, operator degan shu mashg'ulotchi, demakchi, kompyuter mashg'ulot xodimi. Endi kompyuter mashg'ulot xodimi degani masalan, shu kompyuterda turib har xil hajjaklarni, bu narsalarni bir taraf qilgan odamni shu knopka yoki mashg'ulot xodim deymiz. I'm keyboard operator. Okay. And what is your job? What is your job? Desa, I am an engineer. Okay, endi bir şeydə bu ingilis tilidagi bas so'zuq tovush bilan kelgan ismlarning oldiga kelganda ayni qo'ymaymiz, anni qo'yamiz. Ana savolashlar mishadimi? I am an engineer. Okay, men bo'lsam bir engineer, shunami? Okay, shu bizniki tekstimiz bo'ldi. Endi bir qaytli o'tlar savolashlar. Okay, endi bir ag'ishib o'qib o'tsanglar. Okay. Qaranglar. I am a new student. My name's Robert. Nice to meet you. My name is Sophie. Are you French? Yes, I am. Are you French too? No, I'm not. What nationality are you? I am Italian. Are you a teacher? No, I'm not. What's your job? I am a keyboard operator. What is your job? I am an engineer. Okay. Sağ arkadaşlar, hem size bugün 7. dersimiz müşahede olsun.